folbin yoki sehrgar bilan jinlar o'rtasida kelishim shart tuzildi. Endi mana shu yerda yana bir narsaga to'xtab o'tishimiz kerak. Jin bilan shayton o'rtasida farq bormi? Jin bilan shayton o'rtasida asli inson bilan odam deganga o'xshash farq yo'q. Lekin ba'zilar aytganki, shaytonlari ular askarlari bo'ladi, jinlari ular 50 boshi 100 boshi degandaqa kattasi bo'ladi. Ba'zi ulamolar yo'q. Uni aksi. Shaytonlar ular yugurdaklari, jinlari ular kattalari deyishgan. Muhimi o'sha kattalari bilan shartnoma tuzilgandan keyin folbin endi odamlardan buyurtma ola boshlaydi. Hozirgi kunda ming afsuslar bo'lsinki, juda ko'pchiligimiz mardlikni yo'qotib qo'ydik. Avvallari taqdirga tan berardik. Ha, meni rizqim mana shu ekanda savdom bo'lmadi. Rizqim mana shu ekanda mashinam topib kelgani mana shu bo'ldi. Ha, mana shu peshonasi ekanda qizim mana shunga turmushga chiqdi derdi. Hozir bo'lsa afsuski odamlar unaqa qilishmaydi-da. Darrov folbinga boradi. Tezroq savdosi yurib ketsa, mashinasi ko'proq pul olib kelsa, qizi yaxshi joyga turmushga chiqib ketsa, yoki kuyovi o'sha yo'ldan chiqayotgan bo'lsa, darrov uni folbin sehr yo'li bilan to'g'rilab olsa, folbinga borib, folbin aytgan mablag'ni berib, keyin bu ish boshlanadi. Ko'proq bunaqa holatlarda surat olib kelishni talab qiladi. Suratga qarab turib, u suratni jinga ko'rsatadi. Jinga shunaqa Alloh taolo imkoniyat bergan, tez yurishlik, yugurishlik, quruqlikdagi, suvdagi suzishlik, havodagi uchishlik. Buni inshaalloh keyingi mavzularda yana to'xtaymiz. Xullas, buyurtmaga qarab turib jinlar ishlashni boshlaydi.